Hammaga salom bo'lsin. Endi nima qilganlaring bu? Neta gapiryapsizlar? Ko'p narsalar ko'raman. Video qo'ydim, 3000 ta odam ko'rdi, lekin 5 ta obunachi bo'ldi. Shu 5 ta obunachi bo'lganim sababida va 19 ta like bo'lman. Shuni sababi uchun men sizlarga mana bu emotsiya va mana bu emotsiyani, 3 ta shu emotsiyani prostoy tekinga berib yuboraman. Prostoy tekinga durja ulashamiz, tashlab yuboraman. Sovg'aga tekinga mana uchalasini. Shuni sovg'aga tashlab yuboraman. Tanit qilolmayotganlar bo'lsa, shu uchalasini sovg'aga tashlab yuboraman. Men almazli turnir qilaman deganda mana yangi jackpot kelgan. Mana yangi jackpot kelibdi. Shu jackpotni olish uchun almaz kerak emas, sizlarga almaz bermoqchiman. Shuning uchun like va komment yozib ketsanglar, kanalga niklaringni to'lasizlar. Men o'zim video qo'yaman Telegram kanalimga. Telegram kanalimga o'tasizlar-da. Prosto men niki tashlayman, o'shani tezda 3 ta kishi uraman. 3 ta kishini olgandan keyin har bir bittasiga sovg'ani jo'natib yuboraman. Bu sovg'a qachon bo'ladi desanglar, 5-avgust kuni men buni qilaman. 5-avgust. Yana bu yozaversanglar, nikilarni yozsanglar, 5 ta kishi nikisini yozsa, biz turnir qilmoqchimiz. Turnirga qatnashasizlar. 50 ta obunachi bo'laylik, jonli efir qilmoqchimiz. Obuna bo'lib qo'yamiz.